shu videom ostiga bironta mashhur bloger izoh yozarmikan? Demayman. Chunki menga obunachilarimning yozgan izohlari kifoya. O'zi blogerlarni mashhur qilgan ham siz obunachilar. Siz bo'lmasangiz, izohlar yozmasangiz, videolarni ko'rmasangiz, bir-biringizga yubormasangiz, ular mashhurlikka erisha olishmasdi. Auditoriyasiga qarab, ularning soniga qarab saralanishadi blogerlar ham. Va shu trend ortidan eng avvalo siz obunachilarimga tashakkur aytkim keldi. Ko'p aytaman buni. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan, bizni qilayotgan ijodimizni tomosha qilayotganingiz, qo'llab-quvvatlayotganingiz, doimiy yaxshi fikrlar bildirayotganingiz uchun minnatdorman. Va bu izohlarda sahifam siz uchun qanchalar manfaatli bo'lyapti. Qachondan beri meni obunachimsiz? Yana qanaqa yo'nalishlarda ijod qilishimni xohlardingiz? Shu savollarimga javob olishni xohladim. Siz bilan shunchaki bu reels orqali muloqot qilgim keldi. Joningiz sog' bo'lsin. Alloh umringizga, vaqtingizga, rizqingizga barokat yog'dirsin. Salomat bo'ling.